dasturimizning eng foydali ma'lumotlar beradigan blokiga ham yetib keldik. Biz dasturimizning mehmoni bor. Tanishtirib o'taman. Oliy toifali jarroh varikoz kasalligini zamonaviy usullar bilan davolash bo'yicha mutaxassis Akmal aka Norqulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mikrofonni olib. Mikrofonni oling. Assalomu alaykum. Salomlashib olishingiz Assalomu alaykum, mumkin. yaxshimisiz? Tomoshabinlar bilan salomlashishingiz mumkin. Rahmat, xayrli tong hammaga. Nima savolinglar bo'lsa, Albatta. Menimcha va hurmatli hamkasblarimdan ham umuman olganda savol bergandan so'ng to'liq javobni olgungacha ularni diqqatlik bilan eshitishni so'rab qolgan bo'lardim. Sababi bizni ekran ortida umuman varikoz muammosi menimcha 10 ta odamdan 7 tasida uchrayapti, to'g'rimi? shunaqa. Ko'pchilikni bezovta qilyapti. Hech bo'lmaganda estetik jihatdan ham bezovta qilyapti. Og'riq bo'lmasa ham qon tomirlarimiz qayermizdadir paydo bo'lishni boshlagan baribir. Akmal aka, shu ko'payishini sababi men misol uchun erkaklarda ham bor, ayollarda ham bor. Ayollarda ko'proq shunaqa varikoz kasalligi deydi. Ko'payishi baland po'shna tufli kiyib yurishdanmi? Nimadan u? Yo og'ir ko'targandan nimadan u? Yo, ayollarda bu ko'proq uchrashi, bu albatta poshna kiyish bilan bog'liqlik joyi yo'q, umuman yo'q. Birinchi navbatda bu nasliy faktor, genetika amal qiladi. Ikkinchidan bu ayollar agar nasliy faktorda moyilligi bo'lsa, to уже hayoti davomida agar shu faktorni yurg'izib yuboradigan sabablar paydo bo'lsa, varikoz paydo bo'ladi. Ya'ni bu sabablardan fiziologik, ya'ni homiladorlik, gormonal o'zgarishlar yoki vazn ortishi shular kabi omillar tezlashtiradi. nasliy moyillikni уже yuzaga olib chiqadi. Kuchaytirib beradi. Va Akmal aka, hozirda umuman avvaldan bor shunday miflar borki, umuman reklama qilingan yoki bo'lmasam ko'r-ko'rona eshitilgan, bir-biriga yetkazadigan ma'lumotlarga tayangan holda aptekadan, dorixonadan borib, maz yoki gellardan yoki har xil tabletkalardan foydalanib o'zini o'zi davolovchi ayol erkaklarimiz ham uchrab turadi-da hayotda. Bunga qanday qaraysiz? Biz bu narsani ta'kidlashga hech charchamaymiz. Buni butun dunyo shu flebolog olimlari ham buni har doim targ'ib qilib kelishadi. Tabletka, ya'ni dorilar, malham, mazlar hammasi hech qaysi biri u varikozni davolamaydi. Bu butun dunyo shuni har doim ta'kidlab kelgan. Davolamaydi, ularni nima qiladi ular? Shu dorini qabul qilsa, o'sha varikozi bor odamlar, ayol erkakning farqi yo'q. Shu dorilarni qabul qilsa yoki malhamlarni surishsa, varikoz hisobiga ularni bezovta qilib kelayotgan shikoyatlar intensivligi pasayadi. Kasallik o'zi davom etaveradi. Davom etaveradi, bosqichlaridan bosqichga o'taveradi. Ular faqat shu dorini muntazam ravishda qabul qilib yurishsa, ular his qilayotgan shikoyatlari intensivligi pasayadi. Va ular o'sha noto'g'ri fikrga borishadi, что mana shikoyatlarim nimayapti, davolayapti deb. Значит, bu dori meni varikozimni davolayapti. Foydasi bor ekan. Va yaqin oilada shu men varikozimdan qutulaman dedi. Lekin bu siz aytganingizdek mif bu. Mif, qarang, erkaklarda mana yosh o'g'il bolalarda farzandsizlikka ham olib kelishi mumkin. Ko'paygan hozir haqiqatda. Ba'zida endi shunaqa gaplar ham bor-da. Shunaqa. Odamlar orasida shunaqa gaplar o'shanga aniqlik kiritamiz, jaydari qilib tushuntirgan. To'g'ri, savolingiz o'rinli. Bu shunaqa o'ylovlar bor. Lekin men ta'kidlab o'tamiz, bizga ham har doim so'rashganda aytamiz, oyoqdagi varikoz kasallik, ya'ni venalar bilan bog'liq bo'lgan oyoqdagi holatlar hech qanday o'sha yosh yigitlar, erkaklarni bepushtligiga olib kelmaydi. Yo'q, bog'liqlik joyi yo'q. Bu faqat ta'sir ko'rsatadi, shu qon aylanish buziladi oyoqda va eng ko'proq ta'sir qiladigan joyi bu o'sha tizzadan pastda, ya'ni boldir bilan va to'piq atrofida o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. O'sha birlikda insonlar bilan suhbatlashib qolganimizda, yigitlar bilan do'stlar, haligi zallarga chiqib sport bilan shug'ullanganda baribir og'irlik tushadi. Ustoz ko'rmagan sal og'irlik tushganda, keyin kimdir ularni qo'rqitgan, sen endi farzandsiz bo'lib qolishing mumkin, bu tomirlar chiqishi hamma yoqqa ta'sir qiladi desa, hali tushkunlikka tushib qopti. Keyin men aytdim, to'xta, uni asli o'zi mutaxassisga borish kerak. Bu nima bo'lyapti?
buni davolashning iloji bormi yokida sport bilan shug'ullanmay turaymi qanchadir muddat vaqtinchalik so'ragi mutaxassis har xil odamlar gapirib kirib damlamani ichamiz deb bo'lmagin dedi borib o'zini mutaxassisdan so'rash kerak dedi. Bu to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozir yosh yigitlarda bu ko'proq shu urfga aylangan. Ular shu hozir juda ham modni bo'lgan shu zallarga jim o'shalarda o'sha joylarda bular как бы ko'proq o'ziga nagruska berib yuborishadi. Ya'ni mutaxassisni ko'rigisiz, to есть tavsiyalarisiz ular shu tezroq qanaqadir o'zgarishlarga erishishdi. Katta vaznlarni ko'tarib qo'yishlari natijasida oyog'ida varikoz paydo bo'lishi mumkin. Yosh, ozg'in o'sha to есть ortiqcha vazni yo'q yigitlarda ham varikoz paydo bo'ladi. Keyin ularni biz surishtirganimizdan nimadan keyin paydo bo'ldi desak, shu zalga chiquvdim, o'rtog'im tavsiya qiluvdi, uni ko'tardim, buni ko'tardim va shundan keyin men shu oyog'imda tomirlar bo'rtib chiqishini kuzata boshladim deb aytib qolishadi. Buni davolashni imkoni bor-a? Hozirgi kunda endi tabobatimiz rivojlanib ketgan. Qanday qilib men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, hali qandaydir ukol yubordi-da, yo'g'ib qoldi. Jaydarib tushuntirganda-da, oqarib qoladi. Shu zahoti yo'qib qoldi. Xullas chiqqan tomirchalar, ko'karib chiqqan tomirchalar yo'q bo'lib qoldi. Siz aytayotgan, ta'kidlab o'tgan muolajani nomi skleroterapiya deyiladi. Ya'ni sklerozant dori vositasini o'sha mayda siz to'g'ri aytdingiz, mayda tomirlarda ishlatiladi u. Kapillarlarda. Kapillarlar darajasidagi mayda tomirlarda, ya'ni noestetik, ya'ni xunuk ko'rinishga ega bo'lgan o'sha mayda tomirlarda ishlatiladi bu usul. Varikoz kasalligida esa o'sha u kapillar va noestetik venalar bu varikozning boshlang'ich birinchi darajasi. Bu hech qanaqa shikoyat olib kelmaydi o'zini egasiga. Faqat nima shikoyat bo'ladi? Shu xunuk tomirlarim bor oyog'imda deyshadi. Shuni yo'qotib bering deb kelishadi. O'sha 2-chi, 3-chi va undan keyingi bosqichlarda esa bu varikozni o'sha shakllangan davri hisoblanadi va u yerda esa bu siz aytib o'tgan skleroterapiya, ya'ni ukolchalar virr etib yo'q bo'lish, u yordam bermaydi. Yordam bermaydi. Vaqtinchalikka to'xtatadi. Sizni aldashdaysizlar. Yordam bermaydi. Mana mutaxassis o'zlari kelib, teletomoshabinlarimizga maslahatlar beryapti. Hozir Isomiddin Nur akamizni bitta qo'shiq eshitamiz akajon. Xo'p. Teletomoshabinlar hozirgi suhbatni ozgina hazm qilib olsin va balki dugonalarga telefon qilayotganda turinglar, mutaxassis ko'ringlar. Ichak oyog'imizdagi tomirlarimizni yo'q qilamiz. Shpilka tuflidan emas ekan, bu boshqa narsadan ekan deyotgan bo'lishlari ham mumkin. Marhamat, Isomiddin aka. Marhamat. Doktorlar, shifokorlarning ko'pi har doim Jiddiy bo'lishadi. insonlar oldiga borganda bemorlarga kulib, chiroyli muomala qilib, baribir keyin jiddiy bo'lib gaplashishadi. To'g'ri. Qarindoshlar bilan, to'g'rimi? Bor shunaqa, to'g'ri. Lekin Akmal aka hozir juda ham kayfiyat ko'tarildi. Suhbatimiz avjiga chiqadi endi. Albatta. Men nima qilsamkin endi? Nechta damazim bor desamkin? Sizga jiddiy savol beriladi deb kutgandim. Nima qilsam ekan? Nima dardi bor ekan? Bormikan debman. Nima qilsam ekan Akmal aka deb. Jiddiy savol berib qiynamasin, sal kayfiyatlanib Yo'q, qiynamayapmiz. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, kasalliklar tobora yosharib boryapti. Ya'ni yoshlarimizdan avvallari 30-40 yoshda bo'ladigan kasalliklar 15-20 yoshli bolalarda uchrayapti-da, umuman olganda. Sizning tajribangizda eng yosh bemor necha yoshda bo'lgan va qanday muammo bilan kelgan? Ya'ni qaysi darajada bo'lgan u? Men o'zimni kuzatuvlarimni kelib chiqib gapirsam agar, shu klassik varikoz kasalligi bilan men eng yosh davolagan patsientim 12 yosh. Ana, 12 yosh qiz. Ya'ni 7-sinf bo'ladi. 7-sinf o'quvchisi. U nimaga shunaqa bo'lgan deb rosa biz uni kuzatganmiz, tekshirganmiz. Oyisini gaplariga qaraganda bu qiz 12 o'sha tez balog'at ko'rinishi bir 16 yoshli qizlarni ko'rinishi bor. O'zini tengdoshlaridan kattaroq ko'rinadi. Bo'yi ham kattaroq, ko'rinishi ham уже 6-sinf emas, 7-sinf emas, 9-sinf, 10-sinf qizlar. Shu tez rivojlanib ketganini hisobiga shu tomirlari hali tayyor bo'lmagan bunaqa vaznni
ko'tarib yurishgada. Va o'zi umuman olganda kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan doim ma'qul deb hisoblaymiz. Bu borada qanday tavsiyalar berasiz? Umuman qachon biz ayta olamiz, bo'ldi kasallik o'tib ketibdi, kech qolibdi, endi buni qandaydir qiyinroq jarrohlik amaliyoti bilan olib tashlaymiz deb. Kasallikni o'tib ketganligini belgilari bu qachonki asoratlari boshlansa, ya'ni o'sha shikoyatlari boshlansa, to есть og'irlik yetadi, oyog'im tez charchaydi, bitta joyda ko'p tura olmayman, o'chirda tura olmayman, magazinda tura olmayman, o'qituvchiman, dars o'ta olmayman. Mana shunaqa shikoyatlar bo'ladi. Bu уже ya'ni asoratli, ya'ni shikoyati bor уже davr. Bor shunaqa davri boshlang'ich davrida varikoz oyog'ida bor, lekin hech qanday shikoyat bezovta qilmaydi. Bu degani hali boshlang'ich. Shu davrda ko'p bemorlarimiz adashadi. Varikozim bor, chiqib turibdi, nima bo'libdi? Shikoyatim yo'q, yashashimga, ishimga xalaqit bermayapti deydi. Lekin bu vaqtincha. Qachondir baribir yaqin yillardami, 1 yildami, 6 oydami u keyingi bosqichga o'tadi bu kasallik va o'zini shikoyatlarini keltirib chiqaradi. Hozir bizni tomosha qilib turgan ayollarimizga, umuman olganda barcha yurtimiz aholisiga 3 ta oltin qoidani, tavsiyani bersangizki, kundalik hayotimizda amal qilib borsak, qon tomirlarimiz, varikozlarimiz joy-joyida qolsin. Eng asosiy biz beradigan tavsiyalarimizdan ko'p harakat qilish. Kam harakatlik bu albatta o'zini salbiy tomonlarini keltirib chiqaradi. Kam harakatlik ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Oyoqning mushaklari kamroq ishlasa, tomirlarimizni tonusi pasayadi. Birinchi bizni tavsiyamiz bu ko'proq harakat qilish. Kuniga 10,000 metr yurish deb tavsiya qilamiz. Ana. Yana u har yili bo'lmasa 2 yilda bir o'sha tomirlarni profilaktik ravishda tekshiruvdan o'tkazib turish. Особенно ayollarimiz yoki vazni katta odamlarimiz shikoyat bo'lsa, albatta tomirlarni ham tekshirib o'tish zarur. Umuman olganda sog'lom turmush tarziga amal qilish. Albatta. Barcha kasallikning oldini oladi. Va vaqt oliy hakam, suhbatimiz qiziq bo'lyapti, lekin biz bu yerda siz bilan xayrlashishimiz kerak. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi dasturimiz foydali ma'lumotlar bergan egasi, sohibi, oliy toifali jarroh, varikoz kasalligini zamonaviy usullar bilan davolash bo'yicha mutaxassis Akmal aka Norqulov bo'ldilar. Xush kelibsiz. Akmal aka, xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech kim kasal bo'lmasin. Hozir mana shunday qilib turgan joyimizda reklama ketadi mana. Reklam. Marhamat.